ikkita xotin o'tirib olib g'iybat qilishadi. Qilganmiz, o'zimiz ham qilganmiz. Bu narsa anaqa har bitta insonda bor. Iloji boricha shu bu kimni muhokama qilishdan ko'ra o'zingiz ustingizda rivojlaning, ishlang, o'qing. Qancha ko'p kitob o'qisangiz, qancha ko'p rivojlansangiz, o'zingizga foyda. Jamiyatga foyda, oilangizga foyda. Bu bitta onani o'zini qo'lida-da. Misol uchun 3 ta farzandingizga ilm berasiz, 3 ta farzandingizga to'g'ri yo'l ko'rsatasiz. Uning uchun siz ilm olishingiz kerak. Kitob o'qishingiz kerak, har xil kurslarda qatnashishingiz kerak, rivojlanishingiz kerak. Aytganimdek, boya gaplashdik-ku, hozir farzandlar shunaqa rivojlanyapti. Bitta liniyani ikkita qo'l bilan, misol uchun qo'l tariqasida tushuntiray. Bu yog'iga oilani o'shingiz, bu oilaning ichida farzandlaringiz, turmush o'rtog'ingiz, qaynona, qaynota, jigar, ota-ona hammasi bitta liniya bo'lsa, bittasida o'zingiz qo'ying. O'zligingizni yo'qotish kerak emas. Inson hamisha o'zligini ushlashi kerak. Kimligini, masalan, nimaga kelganini bu dunyoga, menimcha bo'lsa ham insonlarga yaxshilik qoldiraman desa, o'zligini qo'yish kerak. Har doim bitta liniyada ushlash kerak. Oilani aurasi tushib ketadi. O'shaning uchun yo faqat oilam deydigan bo'lsangiz, siz o'zligingizni yo'qotib qo'yasiz. Dunyoga nimaga kelganingiz, o'zi yashayotganingiz, nima sababdan bu dunyoga kelganingizni tushunmay qolasiz.